Ko'rib turgan uchastkamizni 1, 2, 3 reklama qilganimizdan keyin ikkitasi sotilib ketibdi. Bir donasi qolgan. Olmazor tumani Mirza G'olib mahallasidan uchastka qidirganlar bo'lsa, lokatsiyani tushuntiraman. Beruniy metro Xoydoga juda ham yaqin, Milliy universitet ro'parasidagi mahalladan maydoni 207 sotik bo'lgan, mana shu korobka uchastkalarimizni sotuvga qo'yilgan bo'ladi. Mana shu bir dona oxirgisi qolgan. Lekin juda ham sifat bilan qurilgan uchastkamizda planirovkasini ko'rishimiz mumkin. Elektron darvozalar qo'yilgan, burchada sanuzol letniy kuxnyani ham ko'rishimiz mumkin. Narxi 188 ming dollar. Planirovkasini o'zim birma-bir tushuntirib beraman. Polniy sifat bilan qurilgan uchastkamizni asosiy binoga kirib keladigan bo'lsak, mana shunaqa katta xoll bilan boshlanadi. O'ng qo'lda har doimgidek kuxnyani ko'rishimiz mumkin, panorama oynalar bilan birga. Dal shuramizni tepa chiqzinamiz, podolga ham tushishimiz mumkin. To'g'rida katta zal mehmonxona, orqa hovliga xodi ham bor. Bitta umumiy sanuzol va bitta katta yotoqxonasi, yana bitta sanuzol bilan birga. Endi ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, chiqishimiz bilan mana shunaqangi katta xollni ko'ramiz. Xonalar ketma-ket joylashgan, 4 ta xona joylashgan bo'ladi. Chapda birinchi bolalar yotoqxonamiz, yonida yana bitta bolalar yotoqxonasi. Hammasi sifatli materiallardan qilingan. Bu yoq tarafda bitta alohida sanuzol bilan birga katta yotoqxonasi, katta panorama oynalari bor. Va oxirgisi bu yerda yana bitta umumiy sanuzol va yana bitta yotoqxona. Binoni tegi podvali ham yaxlit holatda, ham ko'chadan, ham ichkaridan kirish mumkin. Pastda mana shu joy egalarining nomerini qoldiramiz.